Hurmatli kuzatib boruvchilar, bugungi podkastimiz mehmoni 8 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Oybarshin opa Obidova bo'ladi. Oybarshin opa, bugun siz bilan professional psixolog yoki bo'lmasa professional kadr xodim qanday bo'lishi haqida gaplashsak. Ya'ni o'zingizni hamkasblaringiz orasida yoki bo'lmasa psixologlar orasida siz kimlarni psixolog deb ayta olasiz? Haqiqiy professional deb ayta olasiz yoki bo'lmasam o'zi aslida professional inson qanaqa bo'lishi kerak? Menga shunaqa proyektdan chiqishganda hozir gapingizdan esimga tushib ketdi. Badavlat ayol loyihasidan chiqishgan edi. Loyihani asosida nima turadi desam, hamma bizni proyektimiz orqali, bizni loyihamiz orqali professional psixolog va noprofessional psixologni ajratib olsin, professional mutaxassis va noprofessional mutaxassisni ajratib olsin degan narsani aytishganda, sizlarga qo'yib qo'yibdimi professional va noprofessionalni ajratishga? Sizlar o'zi kimsizlar? Desam, biz 7 yulduzli qilganmiz, yana bir narsa proyektlar qilganmiz deb aytib ketishdi. Keyin lekin meni g'ashimga tekkan narsa professional yoki noprofessionalligini ajratadigan o'z tashkilotlar borda. Kim professional va kim professional emasligini xalqning o'ziga ham qo'yib berish yaxshiroq deb bilaman. Lekin bugun siz menga soha mutaxassisi haqida savol beradigan bo'lsangiz, ya'ni shu sohani ichida turib, xuddi siz o'zingizni kasbingizdan kelib chiqib professional mutaxassis bilan noprofessionalni ajrata olasiz-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan professional psixolog bilan noprofessional psixologni baribir mutaxassisni o'zi ham ajrata oladi. Ya'ni hamkasblar doirasida ajrata olamiz. Kimni bugungi kunda psixolog deb tan olishimni oxirida aytib o'taman. Tushunarli. Xo'p, keling bo'lmasam aynan kimligiga to'xtalmaymiz, lekin professional psixolog yoki professional xodimda, misol uchun biz HRlar asosan uni rezyumesiga, suhbat jarayonida o'zini tutishiga yoki bo'lmasa oldingi kompaniyalarda nima ishlar qilganiga qarab ajratamiz. Xo'p, psixologlarda bunaqa qanaqa? Bu jarayon qanday ketadi? Psixologlarda to'g'risi bugungi kunda zamonaviy psixologiya ham chiqib ketdi. Shundan kelib chiqqan holatda misol diplom ajratishi mumkin deyishimiz mumkin-da. To'g'ri, universitetda qanday qilib maktabda bolalar bilan ishlashingiz yoki bog'chada bolalar bilan ishlash bo'yicha ko'proq pedagogik yo'nalishda o'rgatilinadi, lekin bizda hali unaqangi trening o'tadigan, seminar o'tadigan, coach masterlik bo'yicha yoki individual konsultatsiya o'tish bo'yicha bizda hali mutaxassislar ham yetarli emas. Bo'lishi mumkin, частный psixologlarda tayyorlaydigan частный institutlarda hozir bordir bu narsa. Lekin men hali O'zbekiston sharoitida o'sha coach masterlarda, seminar trening o'tkazadigan, professional masterlarga yetkazadigan davlat darajasidagi nimalarni mutaxassislar ko'rganim yo'q. Aynan shu uchun ham o'zimiz ham chet davlatlarda aynan sertifikat beradigan mutaxassislik bo'yicha kurslarda o'qishga majbur bo'lyapmiz. Chunki O'zbekistonda hali aytganimdek shakllanib ulgurmagan va shakllangan joyidan ma'lumot olib turishga majburmiz. Baribir har bir sohada mijozini kuyishi degan narsa bo'ladi. Ya'ni bizda ham bor, biz rekruting agentstvada shunaqa bo'ladi. Biz xodim topib beramiz ularga, xodimlar shartlarga ko'nmasdan yoki bo'lmasam o'zini tajribasi yetmasdan ishdan chiqib ketishadi. Biz buni oldini olish sabab maqsadida hop 3 oylik servis qilib berganmiz. Ya'ni 3 oy ichida u xodim chiqib ketsa, biz o'rniga yangi xodim topib beramiz. Xo'p, sizlarda bu bo'yicha qanday servis qila olasizlar? Men eshitganman, juda ko'p insonlar psixologdan kuygan, psixologga yozilgan, lekin o'zi bilgan narsalarni aytib berishgan. Misol uchun oddiy odam bilishi mumkin bo'lgan narsalarni badiiy uslubda aytib bergan. Bunaqa loyihalar bir qator men bilaman, juda ko'p. Ba'zilarida o'zim ham ishlaganman. Loyiha bo'yicha. Loyihalarda. Aynan bo'lishi mumkin baxt ichkarida yoki bugungi kunda eng ommalashgan qizil pomada, ya'ni odamlarda ishonchni qozonib, mehr muhabbatni qozonib borayotgan loyihalardan, badavlat ayol loyihasi bo'lishi mumkin. Bugungi kunda o'ziga yarasha qanchadir auditoriya yig'di, lekin men ularda professionalizmga amal qilgan holatda faoliyat yuritishyapti deya olmayman. Chunki ularda o'zi bilan suhbatlashib ko'rganimda ham aynan kamchiligiga to'g'ri kelganmiz. Va siz aytgandek, mijoz kuyishini qanday oqlash mumkin degan savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, hech nima kafolatlanmagan va kafolatlanmagan hayotda yashaymiz avvalo.
lekin maksimal darajada siz aytgandek mijoz o'sha siz aytgan narsa bu maslahat psixologiyasi. Ya'ni bu xolalarimiz, onalarimiz yoki qaysidir yaqinlarimiz maslahat ko'rinishida beradigan tavsiyalari bor. Ayrim hali professional bo'lib ulgurmagan, hali u kursda, bu kursda o'qib turib, psixologiya oson ekan, boshida shunaqa bo'ldi-yu, prodyuserlar ichida ham. Shaxsiy brend yurgizish oson deb turib, 3-4 taligi o'sha video oladigan bitta bolani deymizmi yoki SMMchi bitta qizni olib turib 2-3 odamni jamlab turib komanda qilib prodyuserman deb o'sha juda ham ko'p biz ham qoqildikda bu borada. Shunaqa mutaxassislar ham ko'paygandida. Ya'ni har bir soha rivojlanishida o'ziga yarasha evolyutsiyasi bor baribir. Bir paytlar misol psixolog deganda maktab psixologi yarim shtatda ishlaydigan va bolalarda psixologik holatni test qiladigan insonni tushunardik xolos. Lekin bugungi kunda psixolog deganda odamlarda ko'z oldida umuman 3-4 yil oldin ham jinni boradigan odam deb tushunishardi bizni O'zbekistonda. Bugungi kunda psixolog aslida to'g'ri tavsiya beruvchi, hayotdagi ustoz, hayot ustozi, to'g'ri yo'nalish ko'rsatuvchi va aynan hayot yo'llarida qaysidir joyda qoqilib qolsangiz, eng to'g'ri sizga shartsiz ravishda sizni xato va kamchiliklaringizni qabul qilgan holatda eng to'g'ri yo'lda ko'rsatuvchi va eng asosiysi, psixologda eng asosiy professionalizmga amal qiladigan narsa mijoz uchun qaror chiqarmaydigan. Mijoz uchun psixologda qaror chiqarishga haqqi yo'q. Bitta ko'rsatuvda ham Zo'r TV kanalida ham aynan vazirlikdan bo'lgan buyruq asosida psixologlarni professional noprofessionalligi bo'yicha hamma telekanallarda ko'rsatuv uyushtirildi. O'shanda Zo'r TVdagisiga to'g'ri kelib qoldim men o'zim ham. Bu yerda bitta biznes trener o'zi ham aynan mana shu shaxsiy brend rivojlanayotgan paytda juda ham ommalashayotgan mutaxassislardan edi. Psixolog yechim berishga haqqi yo'q deyapti. Unda nima uchun $200 $1,500 konsultatsiyaga to'layapti odamlar? Nimaga yechim olmasligi kerak ekan? Kechirib qo'yasiz. Treninglarda, seminarlarda u bazaviy bilimlarni o'zlashtiradi. To'lov qilgan inson ma'lum miqdorda to'lov qiladi va o'shanga yarasha dasturda o'zlashtiradi. Lekin konsultatsiyaga mutaxassisga to'lov qilgandan keyin u yechim uchun to'lov qiladi. Agar u yechim olmasa konsultatsiyada ham mutaxassis gapini eshitib ketaveradigan bo'lsa, nega $200 yoki $100 yoki bo'lmasa $1,500 to'lov qilish kerak? Bu tomoni mana bunaqa ochiq qoladigan joyda keyin qayerdan oldingiz siz bunaqa gapni desam, bilmayman, qaysidir aqlli, aynan ularni o'zini kollegasini ham bilaman, psixologlar bor, Iroda O'taravala yuradi, ular ichida 3-4 blogerlar birlashib olishgan. O'sha yerda qaysidir aqlliroq shu gapni gapirganini bilaman, lekin men o'zim o'zini sohasini har xil mutaxassisi bo'lgan ustozlardan ilm olganman. Ular bizga o'rgatishgan aynan konsultatsiyani qanday qilib to'g'ri o'tkazish kerak, trening seminarlarni qanaqa to'g'ri tashkillashtirish kerak, nima qilsa insonlar qisqa muddatda natijaga chiqa oladi. Ya'ni bizni natijamiz o'sha mijozning ishonchini qozonib, uni to'lovini, pulini olayotgan bo'lsak, yana bir natijamiz ularning natijaga chiqqanligi, uni ko'rish. Natijaga hech kim kafolat bermaydi, lekin natijakorlikka olib keladigan tajribadan o'tgan bilimlar beriladi, qo'llaniladi. Shunchaki men aytaylik, bugun qizil pomadani kursida o'qib o'zlashtirdimda, ertaga psixologiya oson ekan, bu men bunisi bunaqa tavsiya berib o'tiribdi, bunisi bunaqa tavsiya berib o'tiribdi deb turib, ertaga o'zim men psixologman deb o'zimni ma'lum qilib turib, kim ahmoq qilishga yaxshi, o'zbek xalqi sodda, ularni ahmoq qilish oson deb turib, psixologman deb o'zimni e'lon qilib chiqib ketaversamda va bu davom etaversa, bu narsa oxiri bor-ku, va aynan muhimligi juda ham oshib ketganligi uchun bugungi kunda davlat darajasida, siyosat darajasida ko'tarilib ketdi va aynan yosh tadbirkorlarga ham mana shunaqangi qanaqadir savollar qo'yilibdi. Ya'ni tadbirkorligini rivojlantirish uchun qanchadir summa bo'lishi kerak, davlat tomonidan qo'yilgan shartlar bor. Va psixologiyada ham rostdan qaroring jiddiymi? Misol o'g'il bolalarim bitta qizni sevib qoldim deb kelsa, qarori jiddiy emasligini ota-ona tekshirib ko'rish uchun shartlar qo'yib ko'radi-ku, davlat ham bizga shart qo'yyapti. Rostdan shu kasbga muhabbating bormi? Shu kasbni rostdan avvalo pul uchun emas, xalqqa xizmat qilish uchun tanlaganmisan, unda bu yog'ini ham qil. Ya'ni sertifikatingni ko'rsat, diplomingni ko'rsat yoki bo'lmasa attestatsiyadan o't, yana anaqa
qanaqangidir psixologlar attestatsiyasi bor. Mana shundan ularning attestatsiyasida ro'yxatda turishing kerak degan talablar qo'yilyapti bizga va bu o'rinli o'z navbatida. Lekin bular hujjat darajasida, davlat darajasida yoki odamlarga sifat yoki sifatsiz xizmat ko'rsatish darajasida ko'rsatilayotgan bo'lsa davlat tomonidan, lekin baribir masala yechim mutaxassis bilimiga borib taqaladi. Shunaqa. Va men hatto buni boshqa ko'rsatuvlarda ham aytib o'tganman. Professional mutaxassisni, professional psixologni konsultatsiyada ajrata olasiz. Shunaqa. Chunki psixolog konsultatsiyaga tayyorlanib kela olmaydi. Kelib turgan mijoz qarshisida birinchi marta o'tirayotgan bo'ladi. Agar u tajribali bo'lsa va mana shu soha bo'yicha yaxshi bilimlar o'zlashtirgan bo'lsa, avvalo 10 daqiqadan 20 daqiqa, uzog'i 20 daqiqagacha mijozni eshitish kerak. 1 soatlab eshitib o'tirib, oxirida siz baliqcha texnikasini bajaramiz siz bilan. Keling, baliqcha nimasini chizasizda, mana shuni qism-qismlarga bo'lamiz. Bu yerda muammoingiz, bu yerda bir narsangiz, bu yerda yechimingiz. Tushundingizmi? Deb bitta texnika bilan chiqarib yuborish emas, $800 konsultatsiyada yoki $1000 konsultatsiyada. Shunaqa hamkasblarimiz ham bor. U to'g'ridan-to'g'ri firibgarlikka kiradi. Agar adashmasam. Xuddi shunaqa. Endi meni misollarimdan kim haqida gapirayotganimni menimcha eshitayotganlar tushunib bo'ldi. Yaxshi. Hozir gapirib o'tdingiz, ozgina bilim olib yoki ozgina qayerdadir kurslarda o'qib chiqib, o'zini professional, misol uchun psixolog, marketolog yoki prodyuser deb chiqayotganlar bor. Bor. Juda ham ko'p. Hamma sohada bor-ku endi. Bu sohaga qanchalik zarar yetkazyapti? Misol uchun psixologlar o'zini misol uchun bozori bor deb aytaylik. U yerda qanchalik zarar keltiryapti yoki qanchalik foydali bo'lyapti bu narsa? Nima deb o'ylaysiz? Soxta psixologlarni bizni oramizda ommalashganidan yoki bugungi kunga kelib life coachga o'zgartirib, ya'ni davlat tomonidan qonunlar belgilangandan keyin ko'pchilik life coach deb ham o'zini o'zgartira oldi. Ya'ni hayotiy ustoz degan nomni qo'ygandan keyin albatta undan javobgarlik ham olinadi. Va u konsultatsiyaga to'lov mijoz soddalik qilib aytaylik to'lov qilishgacha kelyapti deylik, lekin to'lov qilgandan keyin $800 to'lasin deylik, 1 soatiga $500 to'lasin deylikda. Undan uyog'iga men natija olmadim-ku, mana shuni tushunmadim-ku desa, men life coachman deb suvdan quruq chiqayotgan mutaxassislarim bor. Hammani avvalo vijdoniga havola deyman. Inson bir joyda o'zi bilan yolg'iz qoladigan joy bor har bir insonda. Vijdoni bilan yolg'iz qoladigan joy bor. O'sha joyda o'zini oldida turib bera olsa, oson narsa emas, ya'ni bu narsa demoqchiman, chunki biz kimnidir aldashimiz mumkin. O'sha fursatdan foydalanib yaxshigina pulli bo'lishimiz ham mumkin. Lekin bu bizga tatidimi yoki bu bizga barakaga xizmat qilyaptimi yoki bu o'sha topib kelgan pulimizga albatta oilamiz, bolalarimiz, farzandlarimizga yediramiz. O'zimizni bir yaxshi kunlarimizga ishlatamizda. O'sha joyda qadriyatlarga to'g'ri kelyaptimi? Chunki bizni o'zbek millati insoniy qadriyatlarga o'sha qadriyatlarga asoslangan holatda tuzilganda, ya'ni avvalo yaxshilik turadi, avvalo inson qadri turadi va qo'lingdan kelgancha yaxshilik qil degan narsalarni aynan shunaqangi tushunchalarda eshitib katta bo'lganmizda. Mana shularga bugungi zamonaviy psixologiyani, albatta qo'shtirnoq zamonaviy psixologiyani ichida yurgan o'sha hamkasblarimga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, omadini bersin degan bo'lardim, lekin aytadi-ku haligini jo'jani kuzda sanaymiz deydimi? O'shanaqangi joyi ham bor. Lekin eng og'irlisi shundaki, mayli mijoz kelib ketardi, mijoz kelib o'sha bir martalik konsultatsiyaga aytgan summasidagi summani to'lab ketar. Mayli 2 marta aldanardi mijoz o'sha mutaxassis qarshisida. Mayli bir martalik 1 oylik coachda aldanar. Palon pul to'labdi. Lekin mijozni qayta kelmaganligidan mutaxassis o'ylash kerak. Professionalmanmi, noprofessionalmanmi? Misol menda 8 yillik mijozlarim bordi. 8 yildan beri shu boshida qiziqish, havas bilan boshlagan paytimdan haligi kuzatib boshlagan va haligacha mana sizni 8 yillik mijozingizman. Mana kechagina bir mijoz munosibdirlar. 8 yillik mijozingizman, shogirdingizman. Shunaqa shogirdlaringiz nimalaringiz ko'pki, meni esingizdan ham chiqarib yuborgandirsiz.
sizni 6 yildan beri kuzataman, kurslaringizda o'qiyman, sizni eng kami 1 yildan beri kuzataman deydiganlar borda. Va eng qizig'i qayta konsultatsiya olayotgan, qayta coaching yozilayotgan va juda uzoq muddatli coachingga 2 oylab, 5 oylab kerak bo'lsa coachingga yoziladigan mijozlarimiz bor, taniqli insonlardan. Aynan insonlar kimga ishonadi? Uzoq muddatli va sohada uzoq yurgan, fidoyilik bilan hamma narsani puliga ham chaqmasdan ko'proq qismini xalqqa yordam bo'lsin degan ma'noda va albatta o'zimizni ham tirikchiligimiz bor va kasb orqali tirikchilik qilish bu eng yaxshisi. U joylarni eng to'g'ri bahoda, xalqni ham o'ylagan holatda, o'zimizni ehtiyojlarimizni ham o'ylagan holatda, o'rtalikda olgan holatda munosabatda bo'lish eng yaxshisi deb bilaman. Mana bugun ham bitta qizim otsif yozib yuboribdi. Men Nargiz Sattarovada, Maryam Mahmudovada, ya'ni taniqli psixologlarda yozganlar. Kurslarda o'qib umuman natija olmagandim. Bu degani ular noprofessional degani emas. Hamma joyda ham professionalizmda o'sha natija olmasa mutaxassisning aybi bo'lmaydi. Uni orqasidan o'zlarini kamchiliklarini ham aytib ketganlar. Men jiddiy qaramaganman, lekin siz juda talabchanlik. Men hamma kursimda talabchanman-da. Kuratorlar biriktirib qo'yaman va hattoki oxirgi paytlarda juda ko'p mashhur insonlar o'qishyapti kurslarimizda. Vazifalar qilishmasa 2-3 marta ogohlantiraman-da. Keyin katta kuch sarflamayman, guruhdan chiqara qolaman. Aytaman-da, 3 martagacha ogohlantiraman. Agar mas'uliyatli bo'lmasangiz guruhdan chiqaraman. Chunki menga sizning natijangiz muhim. Menga prosta guruhimda o'tirganingiz muhim emas. Prostaligi meni kursimga pul to'laganingiz ham menga qiziq emas. Menga sizning natijangiz, sizning o'zgarishlaringizni ko'rish menga juda ham qiziq. Uni qilmaydigan bo'lsangiz, biz o'ylagan maqsadga yeta olmaymiz deyman-da. Aynan shu talabchanligimmi, mana shu qattiqqo'lligimmi, keskir gaplarim bor. Oddiy efirlarda ham jonkuyarlik qilib haligi sal keskinlashadigan joylarim bor. Auditoram o'rganib qolgan. Onadek bizga kuyinyapsiz deb gapirishadi. Rostdan ham aynan mutaxassisni professionalligini, sohasini sevganidan va auditoriyasiga yoki mana bugungi kunda endi biz auditoriya bilan ishlayapmiz-ku, auditoriyasiga kuyunchagligidan va menga hatto shunaqa deyishadi, sevimli kanaliga doimiy borasiz, boshqa kanalga borasiz, pul to'lashadimi deyishadi-da. Oylik to'lashadimi sizlarga deyishadi yoki sevimli kanalda ishlaysizmi deyishadi. Endi hamma yoqda pulga chaqadigan biz o'lib keta qolganimiz yaxshi bu sohada ishlamasdan deyman-da. Xalqqa xizmat qiladigan joyimiz aynan o'sha joyda biz telekanalga borib, xalqni, ya'ni o'sha balki 1 million aholini muammosini olib chiqardi bitta inson. Ularga yechim ko'rsatish orqali biz boshqa odamlarga ham yechim ko'rsatgan bo'lamiz. Aynan o'zimni sohani ichida yashayman-da, men yashaganim uchun aytamanki, hamma narsani pulga chaqish to'g'ri bo'lmasa kerak deyman men. Balki tarbiyadandir ham bu. To'g'ri tarbiya har doim har narsadan ustun bo'ladi. Xo'p, shu yerda bir masala, odziv masalasini aytib ketdingiz. Shunaqa marketing kuchaygan, ya'ni o'sha psixologlar yoki soha mutaxassislari o'zini profilida odzivlar bo'limi ochgan va u yerda bir qancha odzivlar qo'yilgan. O'shanga oddiy xalqimiz, ya'ni o'zbeklarda ozgina soddalik bor. Yangi zamonaviy kasblarga. O'zini emas, anchagina deb gapiravering. Anchagina Sodda xalq. soddalik bor. Sodda samimiy. Shunga ishonib, ularda misol uchun aytyapsiz, narxini bilmayman to'g'risi. 1,5 ming dollar, 2 ming dollar, 2,5 ming dollardir. Bu og'zini bir chekkasidan chiqib ketib yozilyapti. Bu kurslarga, ya'ni odamlar. Men ham hayron qoldim haligi bir martalik konsultatsiyaga 1,5 ming dollarni yana u ham o'sha psixologda shogirdi. O'zini telegramida anaqa qilyapti, yoritib boradi. Men 3 oy davomida 3 oy oldin men 1,5 ming dollar ustozimga to'lov qilib bir martalik konsultatsiyaga kutdim va bugun vaqtim kelib qolganini aytishdi. Targ'ibot nimaga deyapti bu yerda? 1,5 ming dollarlik konsultatsiyani, bir martalik konsultatsiyani san ham ol degan targ'ibot ketyapti. Lekin xalqni dardi nima? Odamlarda qaysidir oilalarda yeyishga ovqati bormi? Yoki bo'lmasa kiyishga kiyimi bormi durustroq? Menga shunaqa murojaatlar bilan chiqishadiki, eng og'riqli nuqtalarimizni murojaat qilib chiqishadi-da. Hamma qatlamimizni ham luxury deya olmaymiz biz.
O'zbekiston sharoitida hamma boy va to'q yashayapti deya olmaymiz, lekin ojizlik niqobi ostida, jертвalik niqobi ostida o'zini bechara qilib ko'rsatgan qismimiz ham bor. Lekin rostdan ham muhtojlik qismida yashayotgan oilalarimiz bor, ayollarimiz bor. Lekin shunaqa qatlam bor, shunaqa mutaxassislar bor, faqat o'sha boy qatlamga ishlaydigan mutaxassislar bor. Va ularning talabi o'sha $1,500 bir material rekonstruksiyatsiyaga narx qo'yganligi deylik, yoki o'shanaqa kurslarini $1,000, $1,500 qo'yayotganda endi psixologlarga muhokama bo'lib ketyapti-yu, lekin biznes trenerlarga вообще oshib tushyapti. Endi biznes sohasidagilarga pul bo'yicha o'sishing kerak bo'lgandan keyin albatta normalniy to'lov qilishing kerak deb biznes trenerlar bu tomonlama o'zini oqlayapti. Lekin ilm narxi qimmat bo'lishi kerakmi o'zlashtirish uchun? Siz nima deb o'ylaysiz? Ilm narxi men qayerlarda eshitganman, ilm narxi juda qiyin mavzu bo'ldi. Juda qiyin savol berib qo'ydingiz-ku. Bitta o'ylab olay. Qimmat bo'lishi kerakmi odamlar qadrlash uchun? Chunki mana shu narsani oxirgi paytlarda olg'a surilyapti ham, qadrlashingiz uchun ham biz qimmat narx qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa, misol biz rostdan biz o'zimiz ham aytamiz, tekin baza, tekin ma'lumot to'lib yotibdi, YouTube'da to'la, Telegramlarda to'la o'zlashtiraman desangiz, rostdan men misol uchun tekin YouTube'ga, Telegramga qo'ygan ma'lumotlarimdan uy olgan, mashinalar olgan, turmush o'rtoqlar bilan munosabatni yaxshilab o'rgan mijozlar shunchada yetarlicha otivlar ham yozishadi erinmasdan. Lekin har doim ham bilim olish uchun albatta qimmat summa to'lash kerakmi? Yo'q, menimcha ilmni, xayr, ehsonni kimgadir meros qilib qoldirishdi deb o'ylayman. Ya'ni ilm o'zingizda bo'lsa, kimgadir naf tegmasligi mumkin. Yokida siz shogird tayyorlab, shogirdlaringizga yoki o'quvchilarga bersangiz, undan ham savob olasiz, ham foyda olasiz. Vijdonan kelib chiqib narx qo'ygan yaxshiroq. Vijdonan kelib chiqib narx qo'yish deganda qanaqa qo'yiladi? Podkastimiz meniki o'tib ketdimi deb. Sizga savol berishim kerak-ku. Narxni qo'yish bo'yicha o'ziga yarasha standartlari bormi? Misol siz soha mutaxassisi sifatida. Xo'p, soha mutaxassisi sifatida shuni ayta olaman. Har bir inson misol uchun o'zi kursda o'qiydi yoki bo'lmasam tajribasi bor. Men bu bo'yicha bir hikoya eshitganim, bir kema buzilib qoladi. Kema buzilganda butun dunyoni yoki bo'lmasam o'sha butun qishloqni aytaylik, ustalari kelishgan, kemani tuzatishga harakat qilishgan, u podshohning kemasi bo'ladi. Shunda boshqa shahardan bir kema soz keladi. Kemani motoriga 2 marta bolg'a bilan urib tuzatadi. So'raganda juda ham ko'p mablag' so'raydi, juda ham katta oltin so'raydi xullas. So'raganda aytadi, nima uchun sen buncha so'rayapsan deganda, men buni nima deydi, 20 yil umrim ketdi yoki bo'lmasam 30 yil umrim ketdi. Xo'p, mayli, uni o'rganishga umri ketdi yoki boshqasi ketdi. Lekin u umrda misol uchun qancha ilm olgani muhim deb o'ylayman menimcha. Narxni menimcha shunga qarab qo'ygan yaxshi. Tajribadan kelib chiqib. Ya'ni biz bilamiz xodimlarni qanaqa 20 yil bitta sohada borib kelib ishlagan. Xuddi shunaqa. Lekin o'sish bo'lmagan. 20 yil boradi, bitta varaqni taxlaydi, yozadi, uyga qaytadi. Xuddi shunaqa hayot kechirgan mutaxassislar, lekin o'zini mutaxassisman deydi. Kasbini chuqur o'rganmagan. Ya'ni hozirda zamonaviy kasblarni o'rgandim deb oddiy 300 ming so'mlik, 500 ming so'mlik narx muhim emas bu yerda. Oddiy kurslarda o'qib ham o'zini professional xodim yoki bo'lmasam ekspert deb tanishtirayotganlar bor. Xalqaro mutaxassislar bor o'sha. Xuddi shunaqa. Xalqaro. Men suhbatda o'tirib ba'zida ensam qotib qoladi. Bular qayerdan keldi? O'zbekistonda shuncha mutaxassis bormi deb. Nima uchun ensangiz qotadi shu Akbar? Shu joyda oydinlik kiritib ketsam, qanaqa gap ensangizni qotiradi? Agar u gap to'g'ri bo'lsa, ensangizni qotirmaydi. Mana qarang. Bizda shunaqa oxirida suhbat yakunida agar bizga xodim qaysidir tomonlari yoqsa, narx kelishamiz, narx masalasida. Misol uchun oddiy xodim ham 10 million, 15 million oylik so'raydi. O'ylanib qolaman, 10 million, 15 million oylik. Ba'zi kompaniyalar o'zimga 10 million, 15 million bermaydi, echarman.
3 yillik tajribam bor. Bu sohada qanchadir muddat, qanaqadir malakalarim bor. Lekin men ham uncha Mutaxassis narx farqlashda. aytmayman. Men ham uncha narx aytmayman, chunki yaxshi mutaxassis o'zini bozordagi narxini biladi. O'shandan kelib chiqib narx qo'ya oladi. Nima deydi, osmondagi narxni yoki luxury hayotni xohlab olmaydi u narsani. Shunaqa. Men shunisiga qarab o'lchayman. Agar o'ziga yarasha, o'zining tajribasiga mos narx ayta olsa, men u odam bilan doimiy ishlashga tayyorman. Xo'p, shu o'rinda siz aytdingiz, professional xodimlarni, kadrlarni sanadingiz yoki professional psixologlarni sanadingiz orasida. Xo'p, shu yerda sizga savol. Siz o'zingizni qaysi tomondan nima deydi, professional psixologman deya olasiz? Psixologiyani 150 dan ortiq yo'nalishi bor. Va siz aytayotgandek, qaysi yo'nalishi bo'yicha, ya'ni savolingizni aniqlashtiradigan bo'lsak, qaysi yo'nalishi bo'yicha professionalman deydigan bo'lsak, misol prodyuserskiy bo'yicha tushuntirsam, xalq osonroq tushunadi. Prodyuserlikda o'sish etapi bor, bilsangiz, haligi birinchi SMMchi bo'ladi, oddiy Telegram kanali yurgizadi, ya'ni o'sha kichkina ishlari bor yoki oddiy restoranda ham restoran boshqaruvchisi bo'lgungacha birinchi ofisant bo'lib ko'radi, idish-tovoq yuvib ko'radi. Sekin-sekin o'sha o'zini yaxshi ko'rsatgani uchun o'sha rahbarlarning e'tiboriga tushib, boshqaruvchiligini ko'rib deymizmi, munosabatini ko'rib, harakatini ko'rib, lavozimni ko'tarishadi. Yoki anaqada ham o'sha eng qora ishlardan deylik, o'sha kanal yurgizish, boshqalarda yoki videolarni olish, o'sib borgandan keyin keyingi etapi, professional etapi prodyuserlik deylik, misol prodyuserlarda ham. O'sha doirada o'sib borgandan keyin u endi boshqaruvchi darajasiga o'sdi-da, uni qo'l ostida 5-6 ta ishlaydigan xodimi bor. Va u xodim o'sha kimnidir shaxsiy brendini rivojlantirish bo'yicha mana hozir professional prodyuserga ham obraz berib ketyapman. Chunki ko'pchilikda prodyuser kim degan tushuncha bor. O'zi prodyuser kim degan tushunchaga prodyuserlarning o'zi javob bera olmayapti ko'pchiligi. Juda ham ko'p loyihalarda noto'g'ri prodyuser tanlangan yoki bo'lmasam prodyuser noto'g'ri olib bora olganligi sababli nima deydi, falokatga uchragan yoki bo'lmasam noto'g'ri auditoriyaga noto'g'ri mahsulot sotyapti prodyuserlarimiz. Shu borada ham ko'pincha misol uchun kompaniyalar yoki bo'lmasam ko'plab servislar jarlikka qulamoqda. Bu prodyuser tanlash ham juda ham nima deydi, juda ham jiddiy masala bo'lib qoldi hozirgi kunda. Aynan biz O'zbekistonda endi bizda nima yaxshi ketayotgan bo'lsa yoki nima rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab urib qolish bor. Pul oqimi qayerdan kelsa, xodimlar yoki bo'lmasam oddiy ishchilar deylik, ular o'sha tomonga qarab ketadi. Xuddi shunaqa. Aynan shunaqa. Xuddi shunaqangi men o'zim ham bir necha prodyuserlar bilan ishlab ko'rdim, o'sha Qo'shtirnoqdagi prodyuserlar bilan ishlab ko'rdim. Shaxsiy brend yurgizish narsa emas deb qaragan, misol bitta oddiygina operator bolamiz bor edi. O'sha bilan ham 2022-yilda ishlaganimizda men dedi uni kuzatib ko'rdim, buni kuzatib ko'rdim. Keyin shaxsiy brend yurgizish bitta videoni olib qo'yib borish ekan xolos deb tushunibdi prodyuserlikda. Keyin boshladik, bir haftaga ham yetmadi biz anaqamiz, ish faoliyatimiz 10 kunda уже ana bola meni talabimdan to'ydi. Nega talabdan to'yadi? O'zi belgilangan me'yoriy darajada ham ish ko'rsatmaganligiga. Ya'ni albatta kimdandir umid qilib, ishingizni rivojlantirib beradi, sizni yana ko'proq odam taniydi deb hamkorlikda boshlaysiz-da, lekin umidingiz oqlanmagandan keyin o'zi o'sha ish boshlashdan oldin mana bu narsalar qilib beraman deb aytadi-ku. O'sha aytgani bo'yicha narsalarni ham qilib bermayotganda sizda e'tiroz ko'tariladi-da. Xuddi shunga o'xshagan endi psixologiya bo'yicha keladigan bo'lsak, bu endi inson ruhiyatini o'rganadigan narsa. Psixologiyada har doim portichka bor. Bundan ba'zi psixologlar o'z manfaati yo'lida ham foydalanadi. Hatto shunaqa psixologlardan eshitdim, darsingizga pul to'lov qilganlari oxirigacha kursni o'tib bering deb o'quvchilar e'tiroz bildirganda, hamkasblar ham bo'lganda endi u kursning ichida. Keyin shunaqa qilmang, mana shuni noto'g'ri qilyapsiz, unaqa qilishingiz kerak emas, oxirigacha darslar o'tib berishingiz kerak. Yarim yo'lda tashlab ketmang deganda hamkasblardan mana shunaqangi fikrlashganda, eng muhimi o'zimga xiyonat qilmayapman-ku. Eng muhimi shu-ku.
degan narsani ham eshitganimizda men mana shunday hayron qotib qolgandimda. Kimdir o'zini life coach deb tanishtiryapti, kimdir o'zini seminar trening o'tuvchi mutaxassis. Lekin psixologiyada ham xuddi mana bu sistema bo'yicha tushuntirib berganim bo'yicha psixolog qayerda o'sadi? Psixolog konsultatsiyada o'sadi. Psixolog individualniy konsultatsiyada o'sadi. Shu boya aytib o'tganimdek, psixologni asl professional psixologligini faqat konsultatsiyada tekshira olasiz. Chunki u konsultatsiyaga tayyorlanib kela olmaydi. U o'sha to'lov qilmoqchi bo'lgan yoki muammosiga yechim topmoqchi bo'lgan mijozni birinchi marta ko'rib turadi. Ha, juda ko'p mijozlarni birinchi marta ko'ramiz biz. Ular bizni tanishadi, lekin biz birinchi marta ko'ramiz. U keladi, muammoni aytadi va muammoga yechim qidirib keladi. O'shaning uchun alohida gaplashmoqchi. Va bu oddiy anaqa klinikani psixologi emasda, psixologning oldiga kelmayapti. 300 ming so'm to'lab yoki 200 ming so'm to'lab yoki 60 ming so'mgina to'lab klinikani psixologiga mana bu tavsiyalar degan joyi uchun kelmayapti-da. U yechim istab kelyapti. Nega? Uni yechimga kelishigacha yoki o'sha aytgan summani konsultatsiyaga aytganingizdek o'sha men necha yillar davomida buni o'zlashtirganman, mana konsultatsiya mana buncha summa deb arzirli summani aytadigan darajadagi summani qo'yish uchun rostdan o'tgan yo'li ham bor. Undan tashqari mijozni kelishiga bo'lgan sabab bor. 2023-yilda Misrga borib safardan qaytayotgan paytimda bir mijozim telefon qilyapti. Endi bizda shunaqa narsa borki, endi safardan kelgansaki dam olasiz-ku, yo'q deyapti, men kuta olmayman deyapti. Mani bitta gapingiz teshib o'tib ketdi. Ba'zi bir ayollarni ko'p erkaklar bilan o'tadigan sinov bor degan audioyim uni yuragini teshib o'tib ketibdi-da. Men siz bilan ko'rish aybdorlik hissi ko'tarilib ketgan. Men siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi degan narsa bilan bir kundan keyin ko'rishaylik desam ham iltimos ko'rishaylik deb turib oldi. Endi albatta mijozni holatini tushungan holatda mayli deb ko'rishdim. Endi u o'zini o'sha aybdorlik hislarini, mani qarshimga olib kelib o'tirg'izgan undagi aybdorlik hislari, uni tarbiyasidagi go'zallik, endi o'zini ayblaydigan insonda avvalo tarbiyasida avvalo to'g'rilik bo'ladi. Ayblangan bo'lsa ham javobgarlik olish o'rgatilingan bo'ladi-da endi ota-ona tomonidan. Ya'ni aybdorlik hisini har doim ham yomon tomoni bo'lmaydi. Yaxshi tomoni ham bor. Ya'ni har bitta harakatingning javobi bor degan narsa singdirilgan bo'ladi-da. O'shandan kelib chiqib qarshimda o'tiribdi. Endi oilali, farzandlari bor. Unaqa juda yomon ish qilmagan, lekin aynan o'sha hayotida bo'lib o'tgan vaziyatlardan kelib chiqqan holatda o'zini aybdor his qilayotgan bo'lgan. Aynan mani o'sha gapim uni teshib yuborgan. Shunchalik chiroyli tarbiya ko'rganki, o'sha misol kimlar uchundir, misol bugungi zamonaviy psixologiyada ruhda tanlov yo'q degan gapdan keyin istagan insoni bilan oilali bo'lib turib ham pastel qiladigan ayollarimiz ham bor-da, misol uchun. Lekin u qizdagi muammo unaqa muammo emas-da, o'zini unaqa aybdor his qiladigan muammo emas, shunchaki oilaviy vaziyat orqali biroz o'smirlik paytida bo'ladi. Yigitlarda nafs kuchliroq bo'ladi, qizlar uyatchang bo'ladi, yaxshi qizlar bo'ladi. Prosta anaqa qilinishi mumkin. Misol qo'lidan ushlagan bo'lishi mumkin-da. Uni holatida o'sha qo'lidan ushlaganda bizni vodiydagi tarbiya bo'yicha buzilib qolding deb tushuntiriladi. O'sha xulosada qolib ketgan. Shunga javob olish uchun kelgan qarshimga, ko'ryapsizmi? Lekin shunaqangi insonlarimiz bor, ayniqsa Toshkentda juda ham oddiy holatga aylanib ketdi. Boshqa insonlar bilan munosabat qilish juda oddiy holatga aylanib ketdi. Hatto gunoh deb yoki bu taqiqlangan ish deb qaramaydigan darajaga holatga keldik bugun biz. Shunaqa. O'sha aytganimdek, agar konsultatsiyada o'sgan bo'lsa mutaxassis, men aytaman-da, menga kerak bo'lsa $100 $500 $1000 $5000 to'lashga tayyorman mani mijozlarim. O'zini holati, sostoyaniyasidan kelib chiqqan holatda, muammosini holatidan kelib chiqqan holatda. Aytaman-da, nima uchun menga shuncha summa to'lashga tayyorsiz? Men endi uni avvalo o'rganaman, keyin narx chiqaraman ularga. Desam, aytadiki, faqat sizda yechim ko'ryapman deyishadi-da. Men ham aytaman, ba'zi birlarda savol ko'tariladi. Nima uchun konsultatsiyangiz $200? Deyishganda aytaman. Boshqa mutaxassislardan 5 marta konsultatsiya olib kelgan xulosangizga menda 10 daqiqada ham kela olasiz. Shunchalik muammoga tez yechim ko'rsatamanki, men kurslar o'tib,
seminar o'tib, trening o'tib o'sgan mutaxassis emasman. Men o'sha psixologiyani eng cho'rniy ishi, mana uyda eng qora ishi, uyda ishlari, огородda ishini qilish, idish-tovoq yuvish, o'sha ishlarni o'rgansa, qiz bola uy bekaslikda o'rgangan bo'lsa, psixologiyadagi ham eng cho'rniy ish bu konsultatsiya aslida. Konsultatsiyada o'sganman va men shunchalik o'z oyoqlarimda o'zimni tajribam, hayotiy tajribam, bilimlarimni hammasini avvalo tajriba qilgani o'zimman o'zimga. O'zimda qo'llab ko'raman, oila a'zolarimda qo'llab ko'raman. Undan keyin natija berganini xalqqa olib chiqaman, bermaganini olib chiqmayman. Shundan kelib chiqib, nima uchun tilim uzun mani deyman. Men sinalgan narsani gapirganimga va o'zimda ishlagan narsani, hattoki shunaqa taniqli jurnalistlar orasida o'tgan yil juda ham ommalashib ketgan paytimizda bitta mashhur jurnalistimiz bor. O'shani namuncha Oybarcha Obidovani atrofida aylanib qoldinglar, nimasi bor desa, bitta men juda ham ixlos qilgan jurnalist shunaqa ta'rif bergan bitta so'z bilan menga u o'zi aytayotgan gaplariga ishonadi va bizni ham ishontira olyapti. O'shaning uchun ham uni yonidamiz. Biz ishontira oldim, demak natija bor deganda u. Siz o'z o'quvchilaringizga avval o'zingizga pichoq urib, keyin ularga urishga harakat qilasiz. Xuddi shunaqa. Misol bilan aytganda shunaqa. Xo'p, keling bo'lmasam bir mavzuga to'xtaldingiz. Men kutgan natijani qilib bera olmadim yoki men aytgan talablarga javob bera olmadim. Xo'p, bizning sohada shunaqa bor. Ikki xil paytda xodim ishdan ketadi, u yoki talab juda kuchli bo'ladi yoki rostdan xodim malakasiz bo'ladi. Men shunaqa kompaniyalar bilaman, juda ham ko'p, misol uchun talab qo'ygan. Nerealniy talab qo'ygan. O'zbekcha, ruscha bo'lib ketdi, men o'zim. Xo'p, lekin oylik juda ham past ko'rsatilgan, juda ham past beriladi. Lekin men shunaqalarni bilaman. Hech nimani bilmaydi, deyarli nima deydi, sohaga yaqin ham kelmagan, lekin juda ham katta oylik talab qiladiganlar. Demak, sizda o'ziga bo'lgan samotsenka juda ham baland. Hop, shundan kelib chiqib men sizga ayta olaman, misol uchun xodimda ham o'ziga yarasha ajratish turlari bor. Biz ham o'zimizga yarasha har xil savollar yoki suhbatlar, testlar orqali ajratamiz. Xo'p, oddiy odamlarga, psixolog qabuliga yozilayotgan anaqalarimiz bor. Mijozlarimiz, kurs bizni ko'rayotgan auditoriya bor. Ularga qanday maslahat berasiz yaxshi psixologni yoki bo'lmasam yaxshi o'zining sohasini ustasini tanlash uchun beriladigan aytaylik top 3 ta maslahatingiz. Bu savolda anaqada ham Ferzoboni ham bergandilar. Hozir menga shunday qilingki, men sizni konsultatsiyangizga boray degandilar. Yo'q, bu yo, ular o'zlaridan kelib chiqib aytadilar-da va haligi hamma savollariga javob olaverganlardan keyin mana Mironshoh bilan podkast qilsak, u aytadi, u asabiylashib boshlaydi. Nega hamma savolga javob beraman-da? Sarvar aytadi, men haqimda ham qanaqadir savol tug'iladimi desam, tug'iladi deydi. Birorta savolga javob bera olmagan savol ham bormikin deb o'ylanaman. Shunchalik kengayib ketgansiz, javob bermaydigan savolingiz yo'q deb. Lekin mana aytganingizdek o'ylanaman. Nima deydi? O'ylantiradigan savollar ham bo'ladi. Ya'ni bizga yangilik bo'lgan yoki o'sha siz aniqlik darajasida berish kerak bo'lgan narsani aytyapsiz-ku, nimaga amal qilish kerak degandek. Avvalo tajribasini o'rganish kerak. Necha yillik tajribaga ega mutaxassis. Rezumesi bo'ladi, kanalga beriladi, Telegram kanallariga, Instagramlarda bo'lishilingan bo'ladi. Aynan endi konsultatsiya bo'yicha mutaxassisdan xo'p, konsultatsiya bo'yicha menejer bilan gaplashadigan bo'lsa, avvalo diplom ham juda ham haligi professional, noprofessionalligini ajratadigan narsa deyolmayman-da men bugungi kunda. Chunki diplom mutaxassis degan nomni beradigan hujjat xolos, lekin sizga naf beradigan, sizga to'g'ri xizmat ko'rsatadigan inson tajribali insonda baribir. Eng yaxshisi bitta darsni eshitib chiqish kerak deyman. Chunki rostdan ham sohani mutaxassisi bo'lgan inson kerak bo'lsa ochiq konsultatsiyani ham menga o'xshab Telegram kanalida o'tkazib beradi. To'g'ridan to'g'ri shunaqa auditoriyamiz bor.
konsultatsiyaga hali to'lov qilishgacha mablag'i yo'q, imkoniyati yo'q. Shunaqalar uchun imkoniyat qilganman. Shunaqa loyiham bor edi. Haftada bir kun bitta odam g'olib bo'ladi, lekin ular ham boqimanda bo'lib qolmasin deb ularga shart qo'yganman. Guruhga odam qo'shishadi, reklamamizni 10 ta odamga tarqatishadi va nomer olishadi. Keyin o'sha bitta kunda bitta g'olibni aniqlaymizda, lekin sharti bor. Hammani oldida muammosini ayta olish kerak, men yechim ko'rsatishim kerak. Konsultatsiyani ochiq efirda o'tkazib berilishi kerak. Buni hamma ham qila olmaydi. Va rosa ko'pchilik natija olib, odzivlar yozishgan. Aynan mana shunaqangi bepul konsultatsiyalarimizda ham ochiq darslarni eshitib ko'rish kerak. Kurslarga yozilishdan oldin ehtiyotkor bo'lishlarini tavsiya qilaman. Kursni dasturini o'rganib chiqishsin, nima dastur bor. Va albatta hozirgi kunda kursni dasturidan oldin vebinarlar bo'lyapti. Vebinarda professional mutaxassis bo'lsa, o'zini nima berayotganini biladi. Va kurs dasturida to'laqonli ochib beradi. Chunki kurs agar pul bo'yicha qilingan bo'lsa, qisqagina muddatda ochib beriladi. Kurs rostdan ham odamlarga xizmat qiladigan, odamlarga natija berish uchun qilingan bo'lsa, kerak bo'lsa 1 soat davomida ochib beriladi. Mani oxirgi paytdagi efirlarim 3 soat bo'lib ketyapti. 2 soatda to'liq yangi bilim berishga qaratilgan bo'lsa, 1 soatda to'liq kurs dasturini ochib beraman. Men endi kurslar qilyapman. Kurslarimni kattalashtiryapman. Kurslarimni endi ommalashtiryapman. Menga kurs o'tish qiziq bo'lmagan Shavkat. Menga konsultatsiya o'tish qiziq bo'lgan. O'sha bitta odamning muammosini eshitib, unga yechim ko'rsatish menga qiziqroq bo'lgan. Lekin oxirgi paytlarda tajriba juda kattalashib ketdi. Chunki bizdagi duxovniy psixologiya, ya'ni qalb psixologiyasi odamlarni aynan qalbiga qaytaradiganda meni yo'nalishim. Mana shundan kelib chiqib, odamlarning hissiyoti bilan, holati bilan ishlayotgani sari his qilish nimasi kuchayib ketadi mutaxassisda ham. Bir og'iz gapimiz ham katta natija beraveryapti. Bir martalik konsultatsiyamizdan biznes ochib yuborgan mijozlarimiz borda. O'shandan keyin qarasam, rostdan ham emotsionallik oshib borgan sari agressiya tezda pastga tortib ketib qoladigan bo'lib qoladi. Mutaxassisning ong darajasi o'sib borgani sari haligi qattiqlik temalaridan qiynalishni boshlaydi. O'shani his qilib boshladim. Boshlang'ich etapdagi endi psixologiyaga kirib kelgan kuzatuvchilarim borda. Ular konsultatsiyadan so'rashadi, aytaman, qancha bo'ldi psixologiyaga qiziqayotganingizga yoki bo'lmasa men endi mijozlarni tanlaydigan bo'lganman. Oldin mijozlar tanlamasdan o'tgan bo'lsam, konsultatsiyani hozir tanlaydigan bo'lganman. Boshlang'ich etapdagi savollarda, boshlang'ich etapdagi vaziyatlarda yurgan mijozlar bo'lsa, shogirdlarimga o'tkazib yuboraman, yo'naltiraman. Chunki u savollar bilan ishlab bo'lganman men. Ishlash qiziq emas. Misol uchun siz tajribangizni birinchi yildagi o'qitlarga qaytgisi kelavermaydi-ku. Misol 5 yildan beri ishlayapsiz shu sohada deylik, 10 yildan beri ishlayapsiz-da. Birinchi yildagi o'sha anaqani jamoani tashkillashtirish va uni ildizottirish boshidagi qiyinchiliklar bor-ku, unga qaytgisi kelmaydi-ku. Xuddi shunaqangi etapga yetib kelganmiz-da biz ham. O'shanaqalarni shogirdlarga o'tkazamiz. Rostdan savoli chuqur bo'lib ketgan mana oxirgi paytda $1 million qarzi bor darajadagi mijozlar kelishni boshladi. O dedim. $1 million darajasini hal qiladigan darajaga o'sibsan. Xursand bo'ldim, lekin savolni chuqurligiga qarab olaman hozir. Misol konsultatsiyaga tanlab olaman, savolni chuqurligiga qarab va kurslarim konsultatsiya coach darajasida o'tilyapti-da. O'sha shunaqangi pishib yetilgan davrga yetib keldikki, hozir sohani ichida kengayaverib, o'saverib, yangi bilimlar olaverib, qo'llaverib, odamlarda ham o'zimizda ham qo'llaverib shu darajaga yetdikki, bitta sohada sizga teng kelmaydigan darajaga kelish uchun 10 yil o'sha sohada ishlashingiz kerak. Menda 8 yil bo'ldi. Endi ayni shu davrda qancha shogirdlar chiqardik, qancha nimalardan o'tdik, tajribalardan o'tdik. O'sha hozir aytganimdek ommalashtirishga yetib keldik. Ko'proq ommalashtirishga. Har bitta aynan psixologiya yo'nalishida bo'ladimi, yoki prodyuser bo'ladimi, yoki boshqa HR bo'ladimi, boshqa sohada bo'ladimi, sohani boshidagi tajribalardan qochmasdan, kamgina pulga bo'lsa ham tajribadan qochmasdan ishlab bersa, vaqti keladi, xohlagancha daromad topadigan. Sohani barakasi yo'qtirilib, pulni hisob-kitobini ham ola olmaydigan davrlar keladi. Faqat sohani avvalo sevib tanlash kerak deyman-da. Sevib tanlasa, sohadagi pulsiz davrlarga ham tur bera oladi.
agar sohani sevmasdan pul uchun tanlagan bo'lsa, o'zimga bitta prodyuser qiz keldi, Mirsayitni shogirdi ekan. Mirsayit bilan birga o'sha Dilrabo Israilovalarni anaqalarni yurgizgan. Prodyuserlik sohasini o'rganishga Mirsayitda o'qigan, Risolatda o'qigan. Risolat ham $4000, $5000 o'qitadi, Mirsayit ham shuncha summaga o'qitadi. Lekin shuncha summaga o'qitadi ular, lekin jon kuydirib shogirdga nimadir o'rgatmaydi ular. Summadan kelib chiqib va ularning faoliyatidan kelib chiqib gapiryapman men, bu tashxisni qo'yapman. $5000 qo'yib turib $15000 shogirdga misol $15000 toptira oladigan yoki kerak bo'lsa $100,000 toptira oladigan darajadagi bilim bersin, uni his qilasizda, lekin summa bu yoqda yotibdi-yu, tajriba bu yoqda yotibdi. O'sha qizni, mana bitta qizni misolda aytadigan bo'lsam, $7000 shu qanchadir 4000 Risolatga, 3000 Mirsayitga sarflagan bo'lsa, pul uchun bu sohada pul yaxshi deb o'qigan va boshida juda ham asabiylashtiradigan vaziyatlar bo'ladi sohada rivojlanayotgan paytda. Endi men bilan ham ishlayapti, mani bitta hamkasbim bilan ham ishlayapti. Rosa u ham o'ta perfeksionist, talabi katta, psixologda o'z talabi katta bo'ladi. Talab qilyapti, ham u endi o'qituvchida, u ham o'qituvchidan chiqqan mutaxassis. Uni debdi, buni debdi, chidamayapti ana talablarga. Keyin aytdim, oshirib yuboryaptilar, unaqa qilyapti deganda, aslida tushunmayapsiz. Aslida tushunsangiz, eng katta tajriba maktabini va 2 yil, 3 yilda yashab o'tib yig'ishingiz kerak bo'lgan tajriba maktabini mana shu mutaxassis bilan yashab o'tyapsiz hozir. Ozgina og'irchiligiga turib bersangiz, juda katta o'sha sohangiz bo'yicha tajribaga ega bo'lasiz. Nega bunaqa deyapman? Psixolog bilan mutaxassislar tezroq o'sadi. Nega? Psixolog o'zini kurslarida ham shaxsiyatni o'stirish bo'yicha ma'lumotlar beradi. Va albatta yonida yurganlar ham mana shu bilimlardan foydalangan holatda ham o'zini o'stiradi, ham faoliyati o'sadi, ikki hissaga o'sadi. Psixolog bilan har bitta ishlayotgan mutaxassis 2 hissa, 3 hissa tezroq o'sadi. Lekin bugungi kunda prodyuserlar ichida mana bunaqa gap yuribdi. Psixolog bilan ishlama. Ularda auditoriyasi jertva. Qiynalib, og'riqni ichiga botib ketasan. Ishlama. Biznes trener ol, kimni ol, lekin psixolog ola ko'rma degan taqiqlarda prodyuserlar qo'yib qo'yganini ham eshitdim. Bu ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi prodyuserlardan chiqqan gaplar bo'lsa kerak. Aynan kimligini ham ayta olaman to'g'ridan to'g'ri. Ali Maybekovnani prodyuser Aziz degan bola, tanishsanglar kerak. Uni shogirdi Shukurlo degan bola rosa ham tirishqoq bola edi. Mana shu bola bilan hamkorlikda ishlab ko'rgandik. U ham perfeksionist, o'shanaqa sohasini yaxshi biladi, chuqur o'rgangan. Nega o'rgangan? Ilm sohasi bo'yicha oilasida unaqa o'sganlar yo'q. Biznes sohasi bo'yicha o'sishgan, lekin men bu ilm sohasi bo'yicha o'sganlar bo'lmaganiga mana shu ilmli insonlar ichida bo'lishni xohlagan bu bola. Juda chuqur o'rgangan, yosh kirib kelgan. Men oldimga kelganda hali maktabni bitirmagandi-da, lekin tirishqoq edi, tirishqoqligi bor edi. Birga nimalar qildik, zapusklar qildik va oxirgi 1 yil oldin, rosa 1 yil bo'libdi mana, 1 yil oldin o'sha ustozi mana shunaqangi fikrni bildiribdi, ya'ni psixologlar bilan ishlama. Yana anaqa ham bor, Humoyin degan bola ham bor. U ham psixologlar bilan ishlamaslikda, yana qo'shnilar ichidagi psixologlarning ham ro'yxatini biladi. Ularning ichida adashmasam hammani ichida ochiq aytayapti ekan, endi fakt menda anaqa skrinshotlar bo'lmaganiga ismini ochiq ayta olmayman, lekin mana shu psixolog bilan umuman ishlashinglarni tavsiya qilmayman deb to'g'ridan to'g'ri qoralayotgan, ya'ni o'zini hozirgi vakolatidan kelib chiqqan holatda, ya'ni shogirdlariga men bu bilan ishlama, bu bilan ishlama deyotgan prodyuserlar bor. Balkim o'sha talablar to'g'ri qo'yilgan, lekin xodimda yoki bo'lmasa o'sha prodyuserda tajribasi yetmaganligi uchun ularga tavsiya bermagandir deb o'ylayman. Misol bo'lishi mumkin. Misol aytaman-da, lekin Mirsayit ham $1,500 dan aytaylik shaxsiy brend bo'yicha deb aytarganda endi narx qo'yish bo'yicha. Men aytdim-da o'sha ishlagan qizimizga. Mirsayitni o'zi ham birdaniga $1,500 yoki birdaniga $7,000 oladigan mutaxassisga aylanib qolmagan. Hech kim aytmaydi sizga o'zini o'sish yo'lidagi boshda $200 olganini, $500 olganini hech kim aytmaydi. Ustoz bo'lsa ham aytmaydi. Aytadigan ustozlar juda ham kam.
Lekin misol man Mirsaidga boshida oldimga kelib, "Voy Barishna opa, siz shaxsiy brendingizni yurgizib beraman" desa, uni tajribasini bilmasdan turib berib qo'ymasdim o'sha pulni, chunki berayotgan odam ahmoq emas, ham mutaxassis, professional u. O'zidan o'zi berib qo'ymaydi. U ham dilrabo bilan ishlab, heytlardan foydalanib, polniy heyt asosida o'zini ko'tarib, keyin $2,000 olib ishlayapman deydigan darajaga ko'tarildi. Lekin oxirgi paytda bitta qanaqangidir heyt bilan o'zini ham bozordagi obraz katta hurmati tushib ketdi. Hozirgi paytda Mirsaidni shogirdiman desangiz, hech kim olmaydigan darajaga yetib keldinglar dedim. O'shanga professionalni maslahatiga amal qilganingiz yaxshi emas, sizga yaxshilik ravo ko'raman. $500 ga ham proyekt oling dedim. $300 ga ham proyekt oling dedim. Eng muhimi tajriba orttiring dedim. Ana $7,000 oqlashingiz kerak ota-onangiz oldida, ota-onangizdan olib o'qigan ekansiz. Yana u kontraktga o'qiydi universitetda. Undan tashqari bu yoqqa $7,000 ham dadasi pul to'lab berganda, o'sha pullarni oqlashingiz kerak. Mayli otangiz oldida oqlamasangiz ham o'zingiz vijdoningiz oldida oqlashingiz kerak sarflagan pulni. Desam, ketsammikin bu sohadan deyapman deb qoldi. Ko'ryapsizmi? Niyat nima bo'lgan boshida? Pul topish bo'lgan xolasda niyat. $7,000 sarflab, kontraktiga ota-onasidan pul olib, yana kamiga ketishni ham o'ylayapti. Ha, chunki kasbni og'irchiligiga chidamayapti. Kim kasbni og'irchiligiga chidamaydi? Kasbni faqat pul uchun tanlagan inson chidamaydi. Kim kasbni og'irchiligiga chidaydi? Kasbni sevgan inson. Har qanday og'irchilikda, har qanday qiyinchilikda, qaysi sohada yo'q qiyinchilik? Hamma sohada bor qiyinchilik. Lekin sohani sevsangiz, qiyinchiligi ham sizning ko'zingizga zavq bo'lib ko'rinadi. Xuddi shunaqa. Sevmasangiz boshqacha. Kadrlar orasida shunaqa bor. Ba'zi bir tajriba bo'ladi yoki bo'lmasam senga yangi bilim bo'ladi deb aytaylik rahbarlar tomonidan yoki bo'lmasam ustozlar tomonidan ba'zi bir ishlar, yumushlar buyurilyapti, lekin buni qilishdan bosh tortyapti, kompaniyadan ketib qolyapti. Yaxshi kadr, o'sadigan kadr, lekin unga yangi bilim bo'ladi deb berilgan ish uchun ketib qolyapti. Nimaga ketib qolding desa, menga ishdan ortiqcha ish buyurdi degan narsani qilyapti. Yo'q, u uyga borib yer chopishni yoki bo'lmasam ketmon urishni xohlamayapti. Prosta shunchaki unga yangi bilim olishini, yangi ko'nikma o'zlashtirishni xohlayapti. Bu tomonlama ham bor, lekin ular aytganchalik ham bor. Ba'zi bir kompaniyalarda ishdan tashqari alohida yumush ham buyuriladi. Bunga qo'shimcha kompensatsiya degan narsa qabullanmaydi. Bu ham to'g'ri deb o'ylayman. Ba'zi bir joylarida, hamma joyda ham emas. Qachon tajribani, misol biz bugungi kundagi natijamiz, misol meni natijamga havas qilishadi-da. Lekin juda kam meni o'zimga o'xshagan shogirdlarim ham, keyin aytaman, hamma ham senga o'xshagan bo'lmasa ekan degan xulosaga keldim, chunki chaynab solib qo'yadigan joyim borda, yutish qoladigan, yutsa bo'ldi, yog'iga tadbiq qilsa bo'ldi hayotiga. Shu darajada o'tib beraman-da dasturni, shogirdlik kursimdagi dasturlarimni. Lekin oxirgi paytda nega bular anaqa faollashmayapti, nega bular jiddiy qaramayapti deb turib o'ylab oxiri endi ustoz sifatida ham baribir aybdorlik hissi ham ko'tariladi-ku. Javobgarlikdan kelib chiqib bo'ladi-da bu narsa. Deb qarab aytdimki, yetib kelish darajasi bor, tayyorlik darajasi bor va hamma ham senga o'xshagan emas. Hamma ham senga o'xshagan orzulari katta emas. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Menga ham juda ko'p kelishadi yoshlar ishga yoki bo'lmasam kompaniyada xullas suhbatga kelishadi. Aytaylik, HR o'tiribmiz, suhbatda so'rayman, kelajagi maqsadlaringiz qanaqa yoki bo'lmasam nima sohada, nima sababdan bu sohaga kirib kelyapsiz degan narsani qilsam, so'ralganda aytishadi, shunchaki kontraktimni to'lash uchun yoki bo'lmasam ko'chada xarajatlarimga yetish uchun. Eng ayanchlisi nimada aytaymi? Eng ayanchlisi bu gaplar o'g'il bolalardan ham chiqyapti. O'g'il bolalardan chiqyapti bu gap. HRlik bo'yichami? Yo'q, HRlik bo'yicha emas, bu har bitta soha bo'yicha. Sohaga kirmaydi. O'zining arizasini qoldiradi sizda. Mana, suhbat jarayoni bo'ladi, HR bilan suhbat bo'ladi. So'raydi, nima sababdan bu sohaga kirgansiz yoki bo'lmasam qanday qilib kelib qolgansiz? Bu sohadan kutayotgan maqsadlaringiz qanaqa degan savollar bor. HRlar o'zi filtrlash uchun. Xo'p, shunda ayanchlisi o'g'il bolalar shunaqa javob beryapti. Ehtiyojini qondirish uchungina. Xuddi shunaqa. Kontraktimni to'lashim uchun yoki bo'lmasam, mayli u kontrakt ham ehtiyoj o'zi qoplayapti. Bunga pretenziyam yo'q. Lekin shunchaki xarajatlarimni qoplash uchun. U maktabni bitirgan, o'qishga kelgan yoki bo'lmasam Toshkentda yashayapti.
ota-onasidan qo'rqmay pul olish bu menimcha juda ham cringe holat. Endi o'sha darajaga olib kelib bo'lgan ota-ona ham borda. Bir tomoni bor. Bu mavzuga nimaga to'xtaldim? Maqsad qo'yish yoki bo'lmasam o'zini orzularini amalga oshirishda. Qanday maqsad qo'yish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Maqsad qo'yishdan oldin inson bolalikdagi orzularini eslashi kerak. Bu joyga kelib qolgan nuqtasini eslashi kerak. Nima olib keldi bu joyga? Avvalo eslash kerak. Agar hamma qatori o'sha mana bunaqa uyim, misol Toshkent City'dan uyim bo'lishi kerak, 3 xonali yoki bo'lmasa taxo mashinam bo'lishi kerak degan. Ya'ni hozirgi paytda eng trenddagi nima bo'lsa, o'shani maqsad qilib olaman desa, u o'xshamaydi. Unda qiyinchiliklar tug'iladi. Insonni harakatga keltiradigan narsa uni orzusida. Har bitta insonning orzusi o'ziga xos. Uni o'sha orzu og'riqdan kelib chiqib uyg'ongan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun men shunaqa uzoqlarga ketgim kelardi. Samolyotda uchaman derdim, kichkinaligimda. Samolyotda uchaman, sizni dunyo bo'ylab aylantiraman derdim onamga. Mana shu orzu nimadan kelib chiqib tug'ilgan? Onamni ko'p qiyinchilik ko'rganini ko'rib turib tug'ilganda bu orzu. Keyin uni o'sha orzuni o'sha missiya darajasida ko'tarish uchun, orzulardan biriga aylantirish uchun maqsadga aylantirish kerak. Nima harakatlar qilsangiz, qancha vaqtda, qancha muddatda siz o'sha yo'lga yetib borasiz, manzilga yetib borasiz. Mana shunday qilib maqsadga aylantirish kerak, lekin orzusiz maqsadni o'zini tuzish bu hech qanaqangi sizga motivatsiya bermaydi, harakat ham bermaydi. Sizga yoqilg'i vazifasini beradigan, sizni yondiradigan narsa, sizni o'chib qolmasligingizga xizmat qiladigan narsa bu orzuda yoki og'riq. Misol menda ko'pchilik aytadi, hamkasblarim ham. Mani bugungi kundagi sohadagi fidokorligim va xalqning oldida qilayotgan xizmatlarim avvalo onamda ko'rganlarim, o'qituvchini qizi bo'lganimga, keyin juda ham beqadr his qilganman o'zimni. Onam tomonidan faqat jamiyatda emas, onam bilan munosabatlarimda juda ham beqadr his qilgan, juda ham kamsitilingan his qilgan joylarim bo'lgan. Onam bilan o'rtamizdagi savollarda ko'p farzandli bo'ladi, ayniqsa katta farzandlarda bo'ladi, bo'lib turadi bunaqa vaziyat, tabiiy bu narsa bo'lishi, chunki katta farzandning missiyasi katta bo'ladi. Juda ham hurmatli inson bo'lishni xohlaganman. Va o'qituvchilik faoliyatida men o'zim istagan joyda turmaganimni ko'rganman. Men o'zimni jiddiylashtirishim kerakligini, muhimlik darajamni oshirishimni, hamma hurmat qilib qaysi davraga borsam, men havas qilgan insonlar, sohasining mutaxassislari juda hurmat bilan men bilan so'rashlarini xohlaganman, men bilan rasmga tushishlarini xohlaganman. Bular menga qiziq bo'lgan. Qanchadir ma'noda bu o'sha aytilgan nuqtaga erishilindi qaysidir ma'noda, lekin men uchun bu juda kichkina hali bu joy. Lekin kimlar uchundir meni joyim juda havas qilgulik, juda orzu qilgulik, lekin meni belgilab qo'ygan nuqtam u teparoqda bo'lganiga bu unaqa katta motivatsiya bermaydi menga. Men balki Amerika prezidenti bilan so'rashishim kerakdir. Ya'ni og'irlik nuqtasi deymizmi, og'irlik berilganlik nuqtasidan kelib chiqib, men har doim chunki juda ko'p bilmagan holatda aytgan ekanman. Bizni bu joyda turganlarimiz, bu joyda gapirayotganlarimiz hech narsa. Biz o'zbek ayollari ilmlilik jihatdan shunchalik o'sish kerakki, shunchalik kengayish kerakki, Amerikada eng taniqli minbarlarda turib gapirishimiz kerak. Doktorlik dissertatsiyalarni yoqlashimiz kerak va o'zbek ayol aslida kimligini butun dunyoga tanitishimiz kerak. Nega Amerikani tanlaymiz? Bugungi kunda siyosat markazida Amerika turgani uchun va rivojlanishda ham eng oldi qatordagi davlatlardan bo'lgani uchun, misol u yerda kitobingizni Amerika nashriyotlari orqali chop etirsangiz, butun dunyo o'qiydi sizni kitoblaringizni. Yoki bo'lmasa o'sha ilmiy ishingizni Amerika jurnallarda chiqarsangiz muhimligi oshadi. Ya'ni davlatni o'sha dunyodagi o'rnidan kelib chiqib ham, hozirgi kundagi o'rnidan kelib chiqib ham.
O'shandan kelib chiqib juda ko'p aytgan ekanman. Kechagina o'ylab qoldimda, ha, demak, Amerikagacha yetib borishni xohlayapmanmi? Demak, shu qadar og'ir botgan qaysidir joylari. Yoki bo'lmasa shunchalik qalbimdagi gaplarimni hech qanaqangi nimasiz aytgim kelganki, bu uchun muhimlikni juda oshirish kerak. Bu uchun ko'p ishlash kerak, to'xtamaslik kerak va oldinga qarab ketaverish kerak degan narsa aytaman-da. Xuddi o'shanday kechagina ham bir joyda seminar trening o'tganimizda aynan liderlarni rivojlanmayotganligi, ular o'sha bosh liderlar bergan vazifalarini to'g'ri targ'ib qilishmayotganligi bo'yicha aytishganda, biz ham shunaqa prikaz olamiz, lekin biz ham o'zimizni liderlarimizga prikazni shunaqa berganimizda ular ham xuddi o'zimizdek harakat qilmayapti, nima qilaylik degan savolni menga aytishdi. Nima aytdim? Birinchi Kaspev degan savol sizlarda. Kaspev o'tkazasiz, og'riqli nuqtasini o'rganib chiqasiz, og'rig'iga urg'u berib, uni hurmatga, uni o'sha orzusiga aylantirib ko'rsatasiz, natijani ko'rsatasiz. O'shanda u harakatga keladi. Men yaqinda Qoraqalpog'istonda seminar o'tib keldik. Aynan Saida Mirzayevani hozirgi tashabbuslar asosida ayol uchun degan platforma asosida 4 golda qildik seminar. O'sha yerda nima qildik? Ayollarga xuddi mana shunaqangi men o'zimni tilimdan gapirdimda. Men ham bir paytlar sizlarda o'rningizda bo'lganman. Lekin bugun sahnada turib gapirishimga qachonlardir sizlarda hozirgi vaziyatda turgan og'riqlar sabab bo'lgan. Agar bugun turib harakat qilmasangiz, o'tiraverasiz joyingizda. Agar turib harakat qilib o'z-o'zingizda ishlasangiz, mendan nima kam joyingiz bor degan narsani berib keldimki, nima uchun? Rostdan ham har qanday o'sha insonni harakatga keltiradigan narsa yaxshi ham bizdagi og'riqli vaziyatlar bor, travmali vaziyatlar bor yoki kimnidir orzusi bor. Kimnidir orzu harakatga keltirsa, kimnidir og'rig'i harakatga keltiradi. Va har doim ko'p hollarda og'riqdan kelib chiqib turib u orzuga aylantirilsa, u keyin maqsadga aylantirilsa, u albatta amalga oshadi. Agar faqat bugungi kundagi o'sha odamlardan qolib ketmaydigan degan ma'nodagi maqsadlar bo'ladigan bo'lsa, maqsad qo'ydim mana, amalga oshmayapti-ku deysa, aytaman-da, men amalga oshmaydi, chunki bu sizga tegishli bo'lmagan maqsad. Bu ommaga tegishli bo'lgan maqsad va ommadan qolib ketmaslik nazarida buni niyat qilyapsiz. U sizga motivatsiya va his bermaydi, lekin sizni ichingizdagi tuyg'ularingiz, siz yashab o'tgan yo'lingizdagi og'riqli yo'llaringiz, u sizga his beradigan narsa. U sizga alam qilgan bo'ladi yoki bo'lmasa siz g'ururingizga tegilgan bo'ladi. Mana shular sizni harakatga keltiradi deb tushuntirib beraman-da. Xuddi shu ma'noda juda oson. Sizni yoqilg'ingiz, misol uchun meni yoqilg'im og'rig'im. Men dramatik insonman, kichkina narsalarni kattalashtirishga ustaman va og'riqlarim menga zo'r kuch beradi. O'sha og'riqlardan foydalanib, men ularni orzuga va maqsadga aylantiraman. Demak, orzulariga, maqsadlariga yetish uchun o'ziga qaysidir ma'noda yoqilg'i topish kerak. Xuddi shunaqa. Yoki yoshlikdagi maqsadlar yoki orzular yoki og'riq. Menimcha xalq manfaatini yoki bo'lmasam yurt kelajagini o'ylaydigan insonlarda og'riq bo'lsa kerak. Og'riq deb o'ylayman men. Xo'p, mana shu o'rinda oxirgi savol beraman. Siz rostdan kuzatishni tavsiya qiladigan yoki bo'lmasam rostdan o'zini sohasini professional psixologlar deb tan olgan bir psixologlar. Mayli u O'zbekistonniki bo'lmasin yoki lekin baribir endi davlat tili o'zbek tili bo'lgandan keyin o'zbek tilida kuzatgan yaxshi-da o'zbek xalqiga. Agar menga o'xshagan professional bo'lsa va sohasini keyingi etaplarida bilim olish kerak bo'lsa, ana Rossiyadan olsin, eng oldisini oladigan bo'lsa Amerikadan olsin-da ilmni. Eng oxirgi bilimlarni olaman desa, biz u darajada, ya'ni chet el darajasida kengayish bo'yicha keyingi harakatlarda ketyapmiz o'zimiz. Ya'ni sohani rivojlantirib, bilimni obработка qilib, mentalitetga moslab beryapmiz. Lekin shunaqa mutaxassislar ham bor. Amerikada o'qib turib, mentalitetga moslamasdan to'g'ridan Yevropa bilimlarini to'g'ridan-to'g'ri mentalitetga qo'llayotganlar bor. Misol, seksologlarimiz bor hozirgi kunda. Yana seksologiyaga yaqin bo'lgan psixologiyadagi yo'nalishda o'qib turib, shunaqangi taqiqlangan jinsiy yaqinliklarni ham tavsiya qilayotganlar bor-da. Keyin aytaman, bu bo'yicha avvalo siz mentalitetga moslashingiz kerak, mentalitetni qadriyatiga moslashingiz kerak desam, hali tajriba kam bo'lgani uchun gapim tushunadigan darajada emas, mayli yetib keladi.
balki endi shuni o'ziga yarasha auditoriyasi bor, o'sha ham shu orqali o'sish kerakdir deb unaqa chuqurlashmaydigan bo'lganman. Sohasini mutaxassis sifatida bizni o'zbek xalqimizga kuzatishda birinchi o'rinda Oybarcha Obidovani kuzatishni tavsiya qilaman. Judayam zo'r psixolog, o'zini sohasini professional insoni deb ayta olaman men ham. Chunki xalqi ko'p o'ylaydi, vatanparvarligi bor, tarbiyasi, qadriyatlarida, xalqqa yaxshi ko'radi, odamlarni yaxshi ko'radi, samimiy, tilida yaxshi mutaxassis, tajribali. Keyingisi biz ustoz psixologlardan men birinchi ularni shu Oydan hayotdan kuzatib boshlaganman. Barno Ilhomova bilan Nargiz Sattorova birga chiqishardi Oydan hayotda 2011-2012 yillarda. Ular aynan o'sha 2010-2011lardan faoliyatini boshlashgan. Psixologiya bo'yicha hali psixologiya umuman yo'q edi O'zbekistonda, lekin psixolog sifatida ular faoliyat yuritishardi o'sha paytdan. Norbekov markazlari bo'lardi, lekin Norbekov markazlari sog'lomlashtirish bo'yicha edi xolos. Lekin psixologik ko'mak ko'rsatilmasdi. Hozirgi kunda ularni qanaqa treninglar o'tkazishyapti, urra solmazza dedim. Ommaning ichida psixologiya rivojlanmagandan keyin tayyor bozorga kelish qanday zo'r dedim. Lekin qora mehnatni bu yoqdagilar qiladi dedimda, malades dedim. Marketingini zo'r o'ylashgan dedim. Rostdan ham qora mehnat qilayotganlar kimlardir, lekin tayyorini olayotganlar ham bor-da ichimizda. Rostdan ham mana shu xalqni sevadigan, xalqni qora kunida ham yonida turadi, yaxshi kunida ham yonida turadi. Eng avvalo insoniyligidan kelib chiqib, faqat manfaatni ko'zlab emas, insoniyligidan kelib chiqib avvalo. Nargiz Sattarovani birinchi o'rinda tan olaman. Nargiz Sattarovani ustoz sifatida men bir ikkita kurslarda o'qib ko'rganman. Boshida menga juda ham yoqqan dars o'tish usullari, yetkazib berishlari. O'zi televizorda chiqqanlarida mahliyo bo'lib o'tirardim. Boshqa podkastlarimda ham ularni e'tirof etib o'tganman. Hurmat qilaman juda ham. Ko'rsatuvlarda ko'rishib qolamiz. Hamkasb sifatida, kollega sifatida taniymiz, o'rnimizni, hurmatimiz joyida. Aynan ularni kuzatishlarini tavsiya qilaman. Zamonaviy psixologiyani mentalitetga moslashtirilgan holatda xalqni og'rig'idan kelib chiqib yetkazib beradilar bilimlarini. Menga juda ham yoqadi. Yo'nalishlari doimiy bilimlarni yangilab boradilar va o'zlarining ustlarida ishlaydilar. Undan keyin endi meni o'zim ustoz psixologlarim bor. Endi ular hozirgi paytda Jannat ONG platformasida o'zgarib ketdi yo'nalishlari. Ruhiy, faqat ruhiyatda beradigan bilimlar bo'yicha o'qiyotganlar bor, o'rganayotganlar bor. Lekin bilim mentalitetga moslanmayapti ularda. Shuning uchun tavsiya qilish bo'yicha biroz ikkilanaman. Chunki har bitta olingan bilim mentalitetga moslanishi kerak, qadriyatga moslanishi kerak. Qadriyatdan chiqarilmasligi kerak. Aynan mana shu uchun ham misol uchun menda filtr borligi uchun filtr bilan o'rganganman Safirani ham bilaman. Mushtariy yo'ldoshlarning bilimlarini o'zlashtirganman boshida. Aynan filtr borligi uchun ulardan olgan bilimlarimni ham xalqqa qadriyatga moslab bera olganman-da, lekin ko'p narsalarni qadriyatga moslamaganlar uchun ko'p tanqidlarga uchraganlarda. Mana shu joyi bor. Ya'ni ilmni mentalitetga, qadriyatga moslamaslik va mutaxassisda o'zini oqlaydigan joyi bor. Shunaqa moslamaydigan mutaxassislarni nega men moslashtirishim kerak? Nega? Kerak odam o'ziga moslashtirib olaversin degan narsa. Lekin kechirib qo'yasiz, bizni ilmsiz xalq eshityapti. Ilmga endi intilayotgan harakatdagilar, ya'ni o'sha birinchi etapdan eng yuqori etapgacha bo'lganlar eshityapti-da. Ya'ni psixologiya bo'yicha yangilik bu berilayotgan bilimlar, masalan, bizning xalqimizga. Ularni esankiratib qo'ymaslik kerak, bosqichma-bosqich tayyorlash kerak ularni. O'sha kerakli, vishshi ongdagi bilimlarga ham bosqichma-bosqich tayyorlanadi-da. Misol, menga o'xshab, misol, menda zehn kuchli-da, bir tekst narsadan sizni ham storylaringizni o'qib o'tiraman dedim-ku. O'shandan ham olam narsa anglayman men. Meni dunyoqarashim keng bo'lganiga ham onam filologlar, ona tili adabiyot o'qituvchilar, endi bilasiz, ularda dunyoqarash qanaqa. O'shanga zehn kuchli-da menda. Kichkina narsadan katta narsa tushunaman men. Lekin hamma menga o'xshagan emas-ku. Hamma zehnli emas, hammamiz bir xil emasmiz. Hammamiz har xilmiz va har xil qirralarimizni to'ldiramiz-da. Shundan kelib chiqib, meni tushuntirish usulimni juda ko'pchilik ma'qullaydi. Sodda, ravon, oson tushuntirar ekansiz deyshadi meni o'zimni. Men bunaqa nimaga tajribaga qanday kelganman? Telekanal bilan ishlab. Telekanalda aynan ijtimoiy ko'rsatuvlarda eng xalqda eng oddiy qatlam o'tiradi-da, bizga murojaat qilib. Men
man shu haligi energiya degan so'zlarimni, qalbingni och degan so'zlarimni unga qanaqa qilib yetkazsam, u hozir shu joyda xulosasini o'zgartirib, hayotini o'zgartiradi deb fikrlab o'tiramanda va oxirida gapiraman har doim. Mana shuni o'ylayverishdan sodda tushuntiradigan bo'lib ketganman. Juda murakkab fikrlaydigan, murakkab tarzda gapiradigan bo'lganman mana, lekin xalq bilan ishlash davomida o'sha soddalashtirib tushuntiradigan bo'lib ketganman. Bu meni yutug'im. Aynan qaysi qism bilan ko'p ishlasangiz, o'sha qismingiz o'sib ketadi-ku baribir. Yana kimni tavsiya qila olaman sohamizda mutaxassis zo'r deb Barno Ilhomova qanaqa faoliyat yurityaptilar bilmayman, lekin Barno Ilhomovani ham yaxshi mutaxassis deb bilaman. Shaxsiy brendlarni yurgizadilarmi yo'qmi bilmayman, lekin yaxshi dars o'tadilar. Aynan psixologiyani ilmiy asoslarga asoslangan holatda tushuntirib beradilar, ma'lumotlarni yetkazib beradilar. Hozir qanchalik rivojlanyapti bilmayman, lekin yana kimlar bor edi? Umida Agzamovani aytishdi. Men u mutaxassisni Mironshoh bilan bo'lgan podkastini ko'rdim. Nargiz Sattarovani shogirdida o'zi ular Dilrabo Isroilova, Umida Agzamovalar, lekin ustozini rad etgan psixologlar ikkovi ham. Ustozim meni chet ellik va kitoblardan o'rganganman, chet el doktorlarida o'qib kelganman deyshadi, lekin Giza markazida 1 yil davomida faoliyat yuritishganini men o'zim kuzatganman, shaxsan o'zim kuzatganman. Va ustozini rad etgan mutaxassisni tan olish qiyin. Keyin ustozi yo'qni ustozi shayton. Bizga bir umr ustoz kerak-da. Shunaqa. Hayotda, ishda, oilada hammasi. Xuddi shunaqa. Endi qaysi darajaga juda egoda gapirishadi, juda kibrda gapirishadi va odamlarda faqat kibrni o'stirib berishyapti. Bugungi O'zbekistonda o'zbeklarda juda ham shaxsiyati ezg'ilangan va juda ham yaxshi inson qalbida katta qilingan uchun bu ham kerakdir qaysidir ma'noda, lekin o'shani og'riqsiz ham o'stirsa bo'ladi. Mutaxassis to'g'ri yetkazib bersa, albatta urushib, ajrashib keyin xulosaga kelishi shart emas-da inson. Yaxshi mutaxassisdir. Shaxsiy brend zo'r yurg'izishyapti. Marketing zo'r ularda. Jamoa zo'r rivojlangan, lekin endi o'ziga yarasha tarafdorlari bor ularda ham, kuzatuvchilari bor, lekin men ularni tavsiya qila olmayman. Kuzatishdi. Chunki ularning shogirdlari ham menda o'qiyapti. Ustoz ulardan olgan bilimlarimiz sizningni oldida bitta darsingizda butun kursni darsni berib qo'ydingiz deyishdi, ularda o'qib kelgan shogirdlar. Bu bilan ularni yomon demoqchi emasman. Sohada chuqurlashsin. Rostdan shu sohada baraka topmoqchi bo'lsa, sohada chuqurlashsin degan bo'lardim. Shahnoza Mahsumova bor meni ustozim. Ular juda sohani fidoyisi. Tashmiyda o'sha aynan psixoterapevtlik bo'yicha 10 yil o'qiganlar va hozir zamonaviy psixologiyani ham o'rganganlar. Juda zo'r tushuntiradilar. Juda zo'r yetkazib beradilar. Aynan bilimmi, ilmmi, hozirgi yangi o'sha ruhiy ilmlarga ham o'tib ketishgan ular, lekin mentalitetga moslab beryaptilar. Maksimalniy moslab berishga harakat qilyaptilar. Biz uchun endi alohida qolipdan tashqari o'tiladigan darslar bor. Biz tayyorligimizga qarab, chunki odamlarni ham o'sha etapga o'stirishimiz kerak-ku. O'ziga yarasha etapgacha yordam berishimiz kerak. Bizni eshitadigan gaplarimizni eshitish uchun endi biz o'tgan yo'llardan o'tib, professionallikda javobgarlikni olgan bo'lish kerak-da. Hammaga aytilmaydigan gaplar, hamma joyda aytilmaydigan gaplar eshitamiz biz. Sohani ichidagi jarayonlarda, bu misol sizni o'zingizda anaqangizda ham bor, komandangizda bor yoki o'zingiz o'rgangan o'qish joylarida ham professionalizmda bor-da bu narsa. Hammaga to'g'ri keladigan, xalqqa, hammaga, ommaga tushadigan ma'lumotlar bo'lmaydi u joyda. Professionalizm qismlarini o'rganayotganingizda hech qayerda eshitmagan ma'lumotlaringiz olasiz. Ayniqsa ustozlardan shunaqa gaplar eshitasiz. Onamdan eshitgan gaplarim yengilroq ekan deysizda. Lekin shunaqa gaplar eshitmasangiz o'smaysiz ham-da. Shunaqa psixologiya odamda yuragi tub-tubidagi gaplar chiqarishiga sababchi bo'ladigan mavzu menimcha. Shunaqa kasb deb o'ylayman. Shunaqa kasb. Odamni shaxsiyatini o'stirish bo'lgandan keyin undan oldin chuqurlashish kerak-da. O'zi mutaxassislarni savollarga qanaqa javob berayotgandan qanaqa mutaxassisligini ajratish mumkin. Savol ko'lamini
berilayotgan savollarni darajotini ajratsa bo'ladi, auditoriyasidan ajratsa bo'ladi. Auditoriyadan kelib chiqib kontentlar tuziladi-da. Auditoriyaning savolidan kelib chiqib o'sha savolda qanchalik chuqur ma'lumot berishi va yechim ko'rsatishiga qarab mutaxassisni ajratsa bo'ladi o'zi aslida. Bu uchun katta bilim kerak emas, salgina farosat kerak xolos, salgina diqqatlilik, e'tiborlilik kerak xolos. Lekin afsuski oxirgi paytda bilim shunchalik kirib kelgani sari bilimda oqsayapmiz. Farosat ayniqsa juda oqsagan savolimiz bo'lib qoldi oxirgi paytlarda.